Yangi xonadon uchun to'lov qilgan bir guruh yashnobodliklar uylari bitmayotganidan norozi. To'lov 100% bo'lgan. 400 million atrofida bergan edik bitta kvartira uchun. Pullarimiz bilan bunaqa kompleksni o'zi qurilib, tayyor bo'lib, biz yashashimiz kerak edi. Mandan tashqari 20 ta 15 ta odam ko'chib kelgan, majbur. Ko'chada yashamaymiz-ku. Как так получается, что у депутата есть во владении компания-застройщик? 23-yilda tugaydi, tugatamiz, qo'lingizga beramiz, kadastr bilan, kaliti bilan deyilgan. Mana hozir 2026 ga keldik. Yangi xonadon uchun to'lov qilgan bir guruh yashnobodliklar uylari bitmayotganidan norozi. Tahririyatımizga qilingan murojaatni o'rganish maqsadida Yashnobod tumaniga yetib keldik. Poytaxtning Yashnobod tumani Aviasozlar ko'chasida qurilayotgan turar joy majmuasidan ulush kiritish asosida xonadon sotib olgan yuzlab xaridor uylari bitmayotganidan norozi. Ma'lum bo'lishicha, qurilishni amalga oshirayotgan RM Minora MJJ va fuqarolar o'rtasida investitsiyaviy shartnomalar tuzilgan. Unga ko'ra, turar joy majmuasi 2023-yil 1-dekabrga qadar foydalanishga topshirilishi belgilangan. Lekin shu kunga qadar xonadonlar foydalanishga topshirilmagan. Fuqarolar tuzilgan shartnomaga muvofiq ulush kiritish asosida majmuaning qurilishi uchun to'lovlarni amalga oshirib kelishgan. Kimdir shartnoma bo'yicha belgilangan summaning asosiy qismini to'lagan bo'lsa, yana kimdir to'lovni to'liq amalga oshirib bo'lgan. Reklama bo'yicha eshitgan edim. Triumph Residence biza 23-yilda ikkita kvartira 68 kvadrat olgan edik. To'lov 100% bo'lgan. 400 million atrofida bergan edik bitta kvartira uchun. 3-4 ta quruvchi yuribdi mana. По сути, стройки особо нету. Hali buni tugatmadi, bu blokni уже yangi blokni boshladi. Buni ham tugatmadi, mana yangi blokni boshladi. Hozir oyimnikida yashayapman, vaziyat og'ir hammada. В прошлом году говорили то же самое. Сентябрьда topshiramiz. Один из учредителей говорил, что декабрьda 25-yilda topshiramiz полностью kompleksni. Korporativ qilamiz, ochamiz deb. Men xursand bo'lib, mayli dedim, ishonamiz. Уже mana 26-yil. Aytyapti, что bu yilda oxirida tugatamiz. Но никаких официальных документов ничего нету. То есть опять на слово верить. Ikki xonali xonadon xarid qilgan Aleksey Zokirovga ko'ra, shartnoma tuzgan paytda uyning monolit ishlari amalga oshirilayotgan bo'lgan. 15 января 23 года. 2023-yil 15-yanvarda xonadon uchun to'liq summani 379 million so'mdan ortiq pul to'ladim. Bugungi kunga qadar ko'rib turganingizdek qurib bitkazilmagan. Tashqi qismini biroz yopishdi, lekin bu juda uzoqqa cho'zilyapti. Biz pul to'laganimizda qurilish davom etadi va 1 yil ichida hammasi qurib bitkaziladi deyishgandi. Aslida esa deyarli butun yil to'xtab turdi. Hech narsa qilinmadi. Bizga birorta ham rasmiy qog'oz, qurilish kechikayotgani, nima uchun kechikayotgani haqida birorta ham xat berishmadi. Hech qanday aniq javoblarni ola olmayapmiz. Qandaydir tushunarsiz force-major holatlariga ishora qilishadi. Ob-havo, har xil bahonalar. Biz prokuraturaga ariza yozdik, keyin iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga, lekin javoblar sudga murojaat qiling degan mazmunda. Boshqa javoblar yo'q. Других ответов нет. Yana bir fuqaro ko'pchilik to'liq to'lovni amalga oshirgani, yig'ilgan pulga allaqachon uy bitgan bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Endi biz birinchi olganimizda proyektda mana shu полный жилой kompleks bo'ladi. Oldida bog'chalari bilan. Biz 22-yilda olganmiz. 23-yilda tugaydi, tugatamiz, qo'lingizga beramiz, kadastr bilan, kaliti bilan deyilgan. Mana hozir 2026 ga keldik. Mana shu turgancha turibdi. A, B, J, G, Y hammasi o'rtada mana bunaqa biznes kompleksi bor. Bu biznes kompleksi o'zi shu yerda katta investorlar o'ziniki deyishadi. Oldida birinchi etaj magazinlar. 100% to'laganlar juda ko'p aholi va investor to'laganmiz. Lekin to'lanmaganlarning hisobiga hozir qurilmayapti deydi. Do'g'vorda to'lanmaganlarni 2 oydan keyin rastor qilish kerak deyilgan. 2 oy emas, mana necha yil o'tib ketdi. Endi hozir qilamiz deydi. U ham bizlar mana aholi yig'ilib, kelib, janjal to'polon qilganimizda. Mana shunaqa katta жилой kompleksga nahotki 8 ta 20 ta odam bilan ishlab quriladi bu narsa. Bu bizga 100% to'lagan pullarimiz bilan bunaqa kompleksni уже qurilib, tayyor bo'lib biz yashashimiz kerak edi. Lekin zadolжникda to'lamadi deb, sen bunaqa
joyi to'xtatib qo'ya olmaysan. Feruza Xo'jayeva 2023-yil aprelda 60 metr kvadratli ikki xonali xonadon uchun hozirgacha $40,000 100% to'lov qilgan. Unga quruvchi tomonidan yil oxirigacha uyni bitirib berishi va'da qilingan. Lekin 2026-yilga kelib ham foydalanishga topshirilmaganidan norozi. Uning qo'shimcha qilishicha, ijara narxlari qimmatligi sababli hali bitmagan uyga ko'chib o'tishga majbur bo'lgan. 25 oxirida majbur ko'chib kelib, remont qilib ko'chib kirdim. No, hali kommunikatsiyalar hammasi anaqa временный. Bizani bloklar ozgina ichi bitganda podyezdlar. Birinchi bizanikini qurishgan, bolalarim bilan 3 kishi yashaymiz. No, mendan tashqari 20 ta 15 ta odam ko'chib kelgan, majbur. Ko'chada yashamaymiz-ku. Iloji yo'q. Gaz yo'q, kadastr yo'q, gaz yo'q, kommunikatsiya временный, kanalizatsiya, svet, suv временный. Biza plitada hozir ovqat qilamiz. Sharoit kirib chiqish mana ko'ryapsiz. Loy, qishi bilan loydan kirib, bolalar maktabga, bog'chaga loydan yurdik. Даже shag'al to'kib beringlar, hech bo'lmasa yashab turamiz deb qilib berishmadi. Feruza Xo'jayevaga ko'ra, quruvchi tomonidan bir necha yildan beri quruq va'dalar berib kelinadi. Har doim kelamiz, bugun erta. Mana hozir ham bo'ldi, ertadan stroyka boshlanadi deydi. O'tgan yili ham xuddi shunaqa bo'lgan. Sabab nimani aytyaptilar? Sababda pulimiz yo'q deydi. Puli, men hozir tushunmayapman-da bularning gapiga. Puli yo'q bo'lsa, как puli bo'lmaydi? Hamma 100% ko'pchilik to'lagan. 70% keyin to'laganlar, 70% o'sha рассрочкаga olganlar, 70% dan keyin to'xtatib qo'yishgan. Chunki stroyka to'xtagani uchun pulni to'lamay qo'yishgan. O'shani hisobiga hozir qolgan pulni to'lasanglar qurib beramiz deyishyapti. 100% to'laganlar jabr ko'ryapti. Bitmagan uyga ko'chib o'tgan Fazilat Jumaniyozovaga ko'ra, oilaviy xarajatlar ko'pligi tufayli yomon sharoitda yashashga majbur bo'lmoqda. Biz 2022-yili bu joydan ikkinchi qo'l qilib $45 ming sotib olganmiz joyimizni. Endi ikki xona qildik, 60 metr kvadrat. Men ikkita farzandim, kelinim student. Kontrakt to'layman. $500 ga kvartirada turdik, yetishtira olmayapmiz hozir. Mana ilojisiz ko'chib kelganmiz, nevaram bor. Kech tushgandan keyin ko'chaga chiqishimiz qo'rqinchli, anaqa to'qlar osilib yotibdi, zinalar yaxshi emas, kirib chiqishimiz noqulay. Ham tez svet o'chib qoladi. Qish oyida mana 2 oy yashagan bo'lsak, konditsioner, pechka qo'yib yashadik. Endi ko'chib kelgan 4-5 ta oila bor, tok ko'tara olmaydi, tez ajratib tashlaydi, kechqurunlari sovuq ham bo'lib qoladi. Ba'zida yomg'ir yog'adigan bo'lsa, mana bu birinchi podyezdda bizani joyimiz bu blokda oldiga suv yig'ilib qoladi-da, o'tishimiz rosa qiyin bo'ldi. G'ishtlarni qo'yib, sakrab o'tganmiz. Endi ilojimiz yo'q. Kvartirada turadigan bo'lsak, kvartira pulimiz bir tarafdan kontrakt pullari yetishmaganimiz uchun majbur ko'chib kelganmiz. Umuman sharoit yaxshi emas. Yana bir fuqaroga ko'ra, ikki o'rtada shartnoma bor. Yuridik hujjatda taraflarning majburiyatlari bo'lib, uning majburiyati quruvchiga pul berish, quruvchining majburiyati esa qurilishni tugatish. Ushbu fuqaro o'z majburiyatini bajargani, nega quruvchi bajarmayotganidan noroziligini bildirdi. Assalamu alaikum, мы сейчас находимся у ЖК «Триумф», застройщиком которого является компания ООО «РМ Минора». У меня есть пару вопросов по поводу компании «РМ Минора». Во-первых, ОКД компании, то есть это деятельность ее, да, которая зарегистрирована в госреестре под номером 43220. Это монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха. Как так получается, что компания, которая занимается монтажом систем водоснабжения, дали разрешение на стройку жилого дома? Вопрос номер 2. Компания «РМ Минора» является дочерней компанией Comfort Engineering Group. Comfort Engineering Group владеет 63,10% компании «РМ Минора», 25% является владелец Курбанов Сайдахрор Сайдиславович и 11,9% является Джураев Муратхон Каримович. Джураев Муратхон Каримов по совместительству является депутатом Народного собрания 49-го округа Аль-Бухари. Как так получается, что у депутата есть во владении компания-застройщик? У нас здесь больше 100 жильцов, которые взяли квартиры, и у каждого из нас в договоре разная дата сдачи. То есть, или, во-первых, они знали, что они не будут его сдавать в срок, и просто всем писали разную дату, или, во-вторых, ну, я не знаю, что они делают, да, просто.
То есть это очень большой мисс-менеджмент с их стороны. Они неправильно рассчитали свои ресурсы, они неправильно там, не знаю, там не просчитали в принципе ничего, да, из того, что можно было сделать для того, чтобы обеспечить комфортную стройку. Но при этом они нам говорят уже не первый год, что вот-вот завтра. Никогда это завтра так и не наступает, да. Вот мы сейчас стоим здесь, мы приходили в декабре, состояние дома было такое же абсолютно. Прошло 3 месяца с половиной, ничего не поменялось. Хотя нам говорили, что в марте уже, по идее, они будут дом сдавать. В декабре было понятно, что они не успеют сдать за 3 месяца этот дом, да. Но не то, чтобы они не успели сдать, они даже, ничего вообще не поменялось, не изменилось, состояние дома никак, абсолютно. Момент второй. Почему мы пишем обращение в прокуратуру, нам говорят, идите в суд. Почему мы идем в суд, нам что-то там говорят, что вот, ответ еще не вышел, там еще стройка идет, мы не можем. То есть у нас не могут принять заявление в суд даже на эту компанию. Почему так происходит, как так получается, мы не знаем. Почему все органы власти, в принципе, молчат? Aniqlanishicha, quruvchi firma Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi tomonidan xonadonlar fuqarolarga topshirilishi kerakligi bo'yicha ogohlantirilgan. Bunga javoban MSJ hozir qurilish ishlari amalga oshirilayotgani va tez fursatlarda qurilish ishlari yakunlanib, xonadonlar fuqarolarga topshirilishini bildirgan. Qurilish firma vakili biz bilan suhbatda moliyaviy tomonlar o'rganib chiqilayotgani, qurilish ishlari to'xtab qolmagani va davom etayotganini ma'lum qildi. Savollarimizga esa tegishli xodim tomonidan tez orada javob berilishini qo'shimcha qildi. Vaqt.uz voqealar rivojini kuzatib boradi.